Dünyadaki eng baxtli ayol doktor Ayiz Qarni. Sizning ahvolingіз ko'plagan ayollarninkidan yaxshi. O'ylab beqing, bu dunyoda doktorxonalarda saqaymas kasallarga giribdor bo'lib, hodislarga yo'liqib yetayotgan bemorlardan qanchasi bor? Turmalarda erkinlik va huquqdan mahrum bo'lib yetayotgan mahbuslardan qanchasi bor? Ruhiy kasallar doktorxonasida yetayotgan, aqllaridan ayrilib, ilishib qolganlardan qanchasi bor? Acaba dünyada nurg'un kishilar koni kapa, chidirlarda turib yegili non topolmayotidi. Acaba ko'plagan ayollar ofat kuchirab, hamma bolalardan yoki ko'zidan, quloqidan va yoki aql tafakkurdan ayrilyotmamdi. Hatto og'ir kasallarga giribdor bo'layotmamdi. Ammo sizga kelsak, 5 a'zoyingiz sog', teningiz sog'lom, turmushingiz xotirjam. Shunga siz qanoat qilishingiz kerak. Bu ne'matlar uchun ulug' mehribon Allohga tashakkur etishingiz lozim. Vaqtingizni Allohning roziligiga erisholmaydigan ishlarga zayi qilmang. Televizor oldida soatlab o'ltirib, shu iflos, chirik mazmunlarni ko'rish odamning irodasini sundirib, tenini hurun, tayyortab qilib qo'ydi. Foydali programmalarni, leksiya va suhbatlarni tanlab ko'ring. Masalan, tibbiy savatlar leksiyasi yoki musulmonlarga oid xabarlar degandek ayollarning aralashib yurishini tashviq qiladigan iflos ideyalardan yiroq turing. Chunki bu izzat obro'yingiz, iymon e'tiqodingizga ziyon yetkazdi. Yomonlik qilg'uchlarni oxirat sudi qoldiring. U chaqda Allohdan boshqa sotchi yo'q. 1 minut ichida xafalikdan qutulishning amalini topqili bo'lishi mumkin. O'zingiz uchun jannatda bir qasr bino qiling. Qarang, qanchilgan asrlar xuddi iz tutak kabi g'oyib bo'ldi. Ashu asrlardagi kishilar bu dunyodagi boylikni elib ketaldimi? Yoki qasr saroy, amal mansablarini elib ketdimi? Ular oltin kumushlar bilan birga dafn qilindimi? Yoki avtomobil, aeroplanlar bilan? Yo'q. Hatto ularning kiyimlari soldirib etildi. Kepanga yo'ginib qabriga qo'yildi. U yerda har bir odam so'roqqa duch keladi. Parvardigoring kim? Payg'ambaring kim? Dining nima? Ashu kun uchun obdan tayyorlik qiling. Bu dunyodagi arzimas, o'tkinchi huzur halovat uchun hasrat nadomat chekma. Shu chaq kelganda yaxshi amaldan boshqa hech nima sizga hamroh bo'lmaydi. Ulug' Alloh aytadi: ayol mu'minlardan kimki yaxshi amal qiladi ekan, biz uni dunyoda qanoatchanlik, halol rizq va yaxshi amallarga muvaffaq qilib obdan yashitamiz. Ularga albatta qilgan amaldinmi yaxshiroq savob beramiz. Kasallik xush xabarga homildir. Xuddi saqliq nafis kiyim bo'lgan kabi. Parvardigorim, sendan bo'lak hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sen jimi kamchiliklardan poktursan. Men haqiqatan o'zimga zulm qilg'uchlardan bo'ldim. Qalbingizni xarob qilmang. Vaqtni isrof qiladigan barcha ishlardan yiroq turing. Masalan, axloqni buzadigan jurnal, nachar ideya tarqatadigan kitob o'qish, mazmuni shalloq seriq suratlarga qarash degandek. Siz cho'qim ahamiyatli kitoblarni bir izlab beqing. Masalan, islomiy jurnallar, dunyo va oxiratga foydali kitoblar va maqolalar, bir qism kitob jurnallar borki, ideyani bo'lg'ab, kishi qalbini gumrohga boshlaydi. Ular kufr dunyosidan islom dunyosiga eqib kirgan tushkun madaniyatning ta'sirlaridir. Esingizda tuting. G'ayib dunyosining ochquchi Allohning ilkida. U hammaga qodir, mehribon ega. Faqat Allohla tasalli elib kelib, g'am qayg'uni qo'g'laydi. Shunga uningga cho'qining, uningga seg'ining. Qayta munu duoni o'qib turing. Ey Alloh, sana seg'inib, g'am qayg'udan panoh tilayman. Sana seg'inib, ojizlik, o'rinliqdan panoh tilayman. Sana seg'inib, bexillik va qo'rqinchoqlikdan panoh tilayman. Sana seg'inib, qarzdorlikdan, kishilarning zulmidan panoh tilayman. Mubada bu duoni takror o'qisangiz va uning ma'nosini tafakkur qilsangiz, hammaga qodir, noiti shafqatli Alloh sizning qayg'u hasratdan qutulishingizga yordam beradi. 1 sekund ichida bir eg'iz hamdu sano ayting. 1 minut ichida bir uy tiking. 1 soat ichida bir amal tiking. Beshiga kun tushgan odam duo qilsa ijobat qilib, uning beshiga kelgan ig'irchilikni ko'tarib yetadigan va sizlarni zaminda o'rin bosarlar qilgan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Yuzlanganingiz mehribon shafqatli Alloh. Shodlaning. Ulug' Alloh sizga g'oyat zo'r ajr mukofot va'da qildi. U aytdi:
Мен sizlardan er bo'lsin, ayol bo'lsin, har qanday bir yaxshi ish qiluvchining qilgan amalni bekor qilib etmayman. Allah er ayollarga o'xshash va'da berdi. Erlarni maqtaganda ayollarni birga maqtadi. Müslüman er ayollar, mümin er ayollar, taat ibadat qiluvchi er ayollar, rostchil er ayollar, sabrchan er ayollar, taqvodor er ayollar, xayr ihson qiluvchi er ayollar, ro'za tutquchi er ayollar, iffetlik er ayollar. Allah'ni eslab turg'uchi er ayollar uchun Allah mag'firat va katta savob tayyorladi. Bu shuni tushundirdiki, ayol erning yerimi va jo'risi. Sizning ajringiz Allohning dargohida saqlanadi. Siz mayli oilada bo'lsin va yoki jamiyatda bo'lsin, yaxshi qilishingiz kerak. Bu sizning Allohning roziligiga erishishingizga yordam beradi. Siz mahalladagi bolalarga yaxshi ulga yetakchi bo'lishingiz lozim. Osiya Fir'avnning ayoli, Maryam, Xadicha, Oyisha, Asma, Fatimalarning turmush shaklini o'rganing. Bular tanlangan soliha mu'mina ayollardir. Ular gündüzleri roza tutup, keçileri namaz okuydu. Allah'tan özlerine razılık ve savab dileydi. Allah ulardan razı buldu ve ularını razı kıldı. Ularning izidan mangsınız çuqum, xatirjamlik ve izzet hürmet tapsız. Cennetteki sarayga erishish uchun yetimning yeshini surtib, Allah'ni razı qilin. Tang sahar yaqin emasmi? Siz hamon g'olib. Allah'tan savab umid qiling. Mubada g'am endişe, bala qaza, azab uqubat giribtar bo'lsangiz, esingizda bo'lsin. Bu degan gunohdan poklanishning bir xil yo'li. Mubada balangizdan ayrilsangiz, esingizda bo'lsin. U Allohning dargohida sizga shafaat qiladi. Mubada kasal tegsa, unutma. U Allohning dargohida savob, mukofot sifatida saqlanadi. Ochliq, kasallik, nomrodlik hammasi savobni boshlab keladi. Allah'ның dargohida sizga qilchi oval qilinmaydi. Allah ashu savoblarni amonat sifatida uzoq muddat saqlab, qiyomat kuni o'z egalariga topshirib beradi. Namoz tinch aromlikning kapolati. U dard alamni qo'g'laydi.